Xitoy texnologiyasi asosida g'o'za yetishtirayotgan va yuqori hosildorlikka erishayotgan Begmatov Abdulla aka bilan suhbatga keldik. Qani, ketdik. Mana bugun Sirdaryo viloyatini Boyovut tumanini ko'rdikda, paxta yetishtirilgan dalalarni, lekin faqatgina sizni dalangizda Xitoy texnologiyasi asosida paxta yetishtirilgan ekan. Aynan nima uchun bu texnologiyani tanlagansiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu kadrimizda ko'rayotgan insonlarga men ismim Abdulla Begmatov, Boyovutlik Human fermer xo'jaligining rahbariman. Fermer xo'jaligimiz 2019-yilda tashkil topilgan. Mana paxtachilikda hozir asosan qishloq xo'jaligida hozir shunaqangi jadal rivojlanish ketyapti. Bu paxtachilik, shu jumladan paxtachilikda ham. Mana biz yoshligimdan men o'zim mana shu paxtaning ichida katta bo'lganmiz. Hammamiz jumladan O'zbekiston aholisining pashni 80% mana shu paxtachilik bilan shug'ullangan desam ham bo'ladi, shahardan tashqari. Lekin asosan bizda qishloq respublikamiz agrar respublika bo'lganligi uchun biz paxta bilan hayotim o'tdi desa ham bo'ladi. Lekin mana shu ko'rib kelyapman, men yoshligimdan paxtani ishda kelayotganimda mana paxtada bo'layotgan mehnatni, unga ketayotgan resurslar, unga ketayotgan xarajatlar hammasi mana endi yosh bola bo'lmadik, endi hisob-kitob bilan bo'ladigan davr keldi. Bu yer unumdor, O'zbekistonning yeri unumdor hisoblanadi asosan. Shuning uchun mana bu paxtachilikda men oldin bu Xitoy texnologiyasiga o'tishdan oldin mahalliyda ekib yurganman shu paytgacha. Lekin 2020-yildan beri Xitoy texnologiyasi asosida shuni o'rganish maqsadida buni sabablari, asoslari, nima afzalliklarini men o'rgandim desam ham bo'ladi. Endi hozir mana pikka chiqqan davrimiz Xitoy texnologiyasining asosiy omillaridan biri bu paxtachilikda eng arzon, samarali va hosildorligi ko'p degan narsa desa ham bo'ladi. Bu asosiy gapni o'zi, bu eng oddiy usul bu Xitoy texnologiyasi. Bu yerda bo'layotgan jarayon, paxtani ildiz qatlamida bo'layotgan jarayon juda bir oddiygina. Biz oldingi mahalliyda qilganmiz, masalan, texnikalar kiritib ichida kultursa qilganmiz 3-4 martalab, rixlina degan narsalar bor. Lekin bu Xitoy texnologiyasining afzalligi, hech texnika kirmaydi uning ichiga. Inson omillar ham aralashmaydi. Paxtachilikda asosan muhim omillardan agrotexnik tadbirlarning ichida ikkita muhim omil bor. Muhim agrotexnik tadbir desak ham bo'ladi. Bu birinchisi yagona, ikkinchisi chekkaga. Mana shu olinayotgan hosilda garovi desa ham bo'ladi bu ikkita omil. Sababi yagona qilinmagan paxtada ko'chat ko'p soni bo'lsa ham bo'lmaydi. Chekkanka qilinmasa unda ham bo'lmaydi. Bu lekin Xitoy texnologiyasida mana shu ikkita omil texnikada bajariladi. Paxta bir kunda 18 mm o'sish kerak. Bu degani 1 sm 8 mm degani. O'shani nazorat qilib borish imkoniyati ega bunda. O'shanda kechayotgan jarayon paxtada o'ziga yig'ilayotgan quyosh nuridan olayotgan o'ziga kerakli energiyalar, tagidan borayotgan dorilarni bari o'zlashtiriladi. Bu chekkanka bilan yagona qilimdan tashqari paxtani kuniga boshqarib turish imkoniyati bor. Har kuni bu bilan gaplashiladi, bu bilan so'raladi. Bunga nima kerakligini inson o'rganib yuradi. Masalan, men fermer xo'jaligi mana shuni o'rganib bo'ldim desam ham bo'ladi. Bunda hosildorlik 80 sentrdan oshiq bo'ladi. Sababi 1 gektar yerda 238 ming dona ko'chat bor. Buni endi ekish sxemalari har xil. Unda ko'chat sonini ko'paytirish ham, bundan ham ko'paytirish mumkin. Bu hozir turgan joyimizda hozir 76 sxemada bir qatorda ekkanmiz. Lekin nargi dalamda 76 qo'sh qator ekyapmiz hozir. Bu yerda ko'chat soni 338 minggacha boradi. Asosan ko'chat bu yerda rol o'ynaydi hosildorlikda. Bu 80 sentlar o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Biologik bo'layotgan jarayon, paxtaning tagidagi bo'layotgan biologik jarayon laboratoriyadagida tashkillashtirilgan. Chunki plyonkani tagida tomir olayotgan ozuqalar, mineral o'g'itlar hammasi faqat 100% o'zlashtiriladi. Birinchi o'rinda bu Xitoy texnologiyasida suv ekonom bo'ladi. Asosiy birinchi o'rinda bu bizga eng qimmatli bo'lgan narsa. Bu biz uchun hozir juda O'zbekiston sharoitida bu juda kerakli bo'lgan narsa bu suv. Suv birinchi o'rinda iqtisod qilinadi. Mahalliyga nisbatan 3% kam chiqariladi. Bu degani 3 barobar ko'p ishlatilsa mahalliyda bunda 1 barobar ham yetadi. Keyingi bo'layotgan narsa qilinayotgan xarajatlar hammasi 65% ga qisqaradi. Bu yerda ishchi kuchidan, mineral o'g'itlardan, suv tejamkorligidan hammasidan
kamaytiriladi. Bu 65% ga qisqartiriladi. Ishlab chiqarish xarajatlari deganda mana shu hammasi shuni ichiga kiradi. Buni ichiga texnika kirmaydi, odamlar kirmaydi, inson omili yo'q desa ham bo'ladi. Faqat texnika, faqat terib olamiz, buni ham texnika bilan terib olamiz. Xullas kalom bu Xitoy texnologiyasi hozir eng men bizni fermerlarimizga beradigan agar bir narsani so'raganda men aytar edim. Bu oddiy usul. Bundan qo'rqish kerak emas. Bu vahimaga tushaytirgan narsa emas. Oddiy usul bu, juda prostoy usul bu. Hammasi bu texnikada qilinadi. Sizga nima turtki bo'lgan aynan bu texnologiyaga o'tishga? Menga turtki bo'lgan sababim men o'zim 2020-yilda boshlagandim. O'zim buni turtki bo'lishi sababi uchun ong bilan qilinayotgan narsalar bor, bilim bilan qilinayotgan narsalar. Bilim bilan erishilgan narsa turtki. Men masalan oddiyda ekib biz pekorga quruq ketmonni chopib yotibmiz bu yerda. Bu yerda hosildorlik 80 sentner, bu hazilakam narsa emas. Oldin juda olsak 40 olganmiz, 45 olganmiz, lekin uni ham juda katta mehnatlar evaziga olingan bu hosildorlik. Hozir bu endi toza yengil, buni ham yengil deb aytmayman men. Buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor, o'ziga yarasha bilim kerak, o'ziga yarasha tushuncha bo'lish kerak har bitta fermerda. Hozir bizning ko'pchilik fermerlarimiz bu narsani tub ma'nosini chaqib ko'rgan yo'q. Bu nima ekanini bilmaydi. Boshidan o'tkazmasa, buni o'zlari ko'rmasa, men ham o'zim buni PR uchun qilayotganim yo'q. Buni orqasida nimadir yotibdiki, men mana shu narsalarni qiziqib qilyapman. Mana o'tgan yili 60 gektar edi. Bu yil yana 57 gektar yerga qo'shimcha Xitoy texnologiyasi asosida tomchilatib sug'orish texnologiyasini o'rnatdim. Nargi dalalarda hozir bu 20-yilda qilingan dala. Bu yil ham 57 gektar qildim. Xullas kalom bor o'zimga tegishli bo'lgan o'sha hududdagi o'zimning ferma xo'jaligi hamma yerini tomchilatish qilib oldim. Tomchilatishda faqat paxta emas. Bu yerda boshqa har xil o'simliklarni yetishtirish mumkin. Pomidor, bog'dorchilikda ham asosan suv tejaladi. Maqsad suv tejash. O'g'it muhimi birga. O'g'it muhim. Masalan, o'g'it ham pul, bu xarajat hammasi. Xarajat bo'lgandan keyin xarajatni o'ylab qiladigan bo'lsak, bu texnologiyada hamma qo'rqadi, fermerlar o'ylaydi, lekin hali buni tushunib yetadi. Xudo xohlasa 5-6 yilda hamma tushunib yetgandan keyin buni bir marta qilgan odam mazza qiladi. Bu oddiy qishloqchasiga men sizga aytyapman. Bu oddiy mazza qiladi. Bu o'zida ko'zga bir boshqaday tushunmagan odam buni tushunmaydi. Shu o'rtada men qo'shimcha qilib aytib o'tib agar joiz bo'lardi, mana shu Agrobank rahbariyatiga, Agrobankda ishlayotgan xodimlarga, mana shu Agrobankka men o'zim rahmatimni aytmoqchiman. Agrobank rahbariyati mana Agrobank xodimlari bosh bo'lib, mana suvchilar maktabini tashkil qilgan. Bunga ham mana 3-4 yil bo'lib qoldi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan Agrobank qoshida bo'lyapti. Agrobank mana suvchilarni yig'ib, mana shu suvchilar maktabida qishi bilan 2-3 marta o'quv darslari bo'ladi. Ularda qatnashib 100% qatnashmayapti. Sababi fermerlar o'zlari qiziqmayapti. O'sha men aytardimki, miniatyurka texnologiya. Birinchi o'rinda buni bilim nima ekanligini o'sha suvchilar maktabida har bittasi mukammal ko'rsatilyapti. Suv nima, yer nima, oziqa nima, bu suvchilar maktabi hammasi mukammallashgan. Men mana shu nima deydi? Mana shuni tashkil qilgan insonlarga rahmat aytmoqchiman. Sababi mana suvchilar maktabi deganda internetda bor, masalan, o'zining kanali bor. Odamlar hali qiziqib ko'rgan yo'q. Agar 2 kun suv ichmay yuring, nima bo'ladi? Bu suv obi hayot bu hayot bu suv. Bu 20-yildan beri hozir men qilayotgan ishlarimda hozir men uchun bu oddiy holatga aylandi. Men tavsiya qilar edim. Meni kim ko'rsa, kim eshitsa, chin ko'ngildan, yurakdan aytyapman men. Bu yerda PR emas bu, yoki birovga maqtanib, yoki mana uni qilyapman deyishmas bu. Buni tagida mablag' yotibdi. Men agar 80 sentner paxta olaytirgan bo'lsam, avvalo Xudo xolasa harakat qilyapman shunga. O'tgan yili 76 sentner paxta konditsion olganman men. Mana shu turgan dalangizda 76 sentner paxta bergan. Bu bizning o'zida paxtani potensial hosildorligi 120 sentner. Bu laboratoriya holatda. O'sha laboratoriyani biz dalaga ko'chiramiz. 100% ko'chira olmasak ham 80-90% olib kelganmiz. Mana ko'rayotgan dalalarimiz bari plyonka ekilgan. Plyonkani tagida paxta rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Mana turgan joyingizda ham yumshoqqina. Shunaqa. Oddiy mahalliy tilda qotib ketadi, texnika yuraverib. Paxtaga kerakli bo'lgan hamma oziqa u yoqdan pul tupralenidan keladi. Dorilar. Hammasi mana shu nima kerak bo'lsa biz buni ta'minlaymiz. Bugun xuddi sizdek bo'lmoqchi bo'lgan, qishloq xo'jaligida barqarorlikka erishmoqchi bo'lgan fermerlar uchun bir qisqacha o'zingizni tavsiyangizni bersangiz.
ular uchun ham manfaatli bo'lgan bo'lar. Juda mukammal o'rganib, Xitoyni bilimchalik egallamagan bo'lsam ham, lekin men bilamanki, işte bu boshida aytdim men sizga. Bu oddiy usul bu. Paxtachilikda juda oddiy usul. Hali odamlar buni tushunib yetgan yo'q fermerlar. Men tavsiya qilaman. Buni qilish kerak. Buni qilib, oldin o'zini shukrasida bir ko'rsin buni. Buni o'zini tajribasida juda menga o'xshab 100 gektar qilmasa ham 10 gektar qilib ko'rsin, yonida mahalliy ekonni birga yetishtirsin. Qaysida ko'p xarajat bo'ladi, mehnat qaysida ko'p bo'ladi, qaysida hosil ko'p bo'ladi, o'zi o'shanda yetadi. Birinchi o'rinda men fermerlarga maslahatim, buni qilishdan oldin kitob o'qisin. Bilimga intilsin, kitob o'qisin. Qanchalik ko'p kitob o'qisa, insonning bilimi shunchalik oshadi. Mana men o'tgan 2018dami, 2017-yilda uni ham Agrobank tashkillashtirgandi. 1000 kitob to'plami deb yozilgan. Uning ichida hamma narsa bor. Просто odam o'tayotgan umriga ichi achish kerak. Faqat rasxod, prixod hisoblamasdan, mana bizdan keyin qoladigan avlodga mana bu yangilikni ko'rsatish kerak. Bolalar o'rganadi, bolalar bo'lmasa nevaralariga qoladi. Chunki bizdan keyin qolaytirgan kelajak avlodga biz nimadir qoldirishimiz kerak bo'laytirgan bo'lsa, обязательно emas, katta uylarni qoldirish. Просто bilim qoldirish kerak, shunda ular bizga o'xshab qiynalmadi. Men bilaman qanchalik paxtani qiyinchilik bilan yetishtirgan paytlarimizni. Yomg'ir yog'ib ketadi, boshqa bo'ladi. Bu fikrni o'zgartirish kerak. Fermerlarga mening maslahatim fikr o'zgarsin. Oldin ham ko'p gapirganman men. Xuddi to'yda olib boradigan suxandonday bo'lib qolganman. Buni men yana aytishdan charchamayman. Chunki bizdan keyin qolaytirgan avlodga bu yer zaminni chiroyli qilib qoldirish kerak. Bu обязательно emas, katta mol dunyo qoldirish. Просто o'zimni bilimni mana meni o'g'lim hozir men bilan birga Axborot texnologiya universitetini tugatgan. Lekin men bilan birga mana shu bilimni o'rganyapti. Katta o'g'lim Moskvada hozir professor, u ham mana shu tuproqshunoslikni tugatib, shu yoqda hozir bilimini ko'paytiryapti. Bu mana shu yerda orqasidan qilingan mehnat orqasidan erishilayotgan bari mana shu muvaffaqiyatlar shuni orqasidan deb bilaman. Fermerlarga yana bir bor aytaman. Kitob o'qish kerak birinchi o'rinda. Keyin suvchilar maktabi degan ochilgan mana shu mana hozir turganimiz mana kiyib turgan kepkamiz, formam suvchilar maktabi qoshida bo'laytirgan bo'lsa, uni qiziqib kuzatib borsin. Iloji bo'lsa savollar bilan murojaat qilsin. Bu nima o'zi suvchilar maktabi? Bu suvchilar maktabi deganing ma'nosi nima? Bu nima bo'lgan o'zi? deb turib buni saytlariga kirib, o'shaning ichida hamma narsa bor suvchilar maktabining ichida. Bu suv nima ekanligini birinchi o'rinda hammasi yoritib borilyapti. Rahmat Abdulla aka, kelgusi qishloq xo'jaligidagi faoliyatingizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sizlarga rahmat. Rahmat. Bizning suvchilar maktabidan arzimagan sovg'amiz bor edi siz uchun. Rahmat. Baraka toping.